Muşu pirinçi qarasam, atgan çayni bir uyutib qo'ygan bo'lsangiz deb sizlar biz kunda bir zopin chiqaramiz. Odatda shu sizlar guanju qilmag'achqa ko'ramay qolgan o'xshaysizlar. Oldin qitim bir zopin chiqargan, uningdan nurg'un yaxshi fikrlar beribsizlar. Amsa men sizlarga shu bizning shu do'konninki atgan chayni tepsiga ko'z qo'yay, mana qaranglar. Qaymoq. Odatda shu qaymoq bilan o'xshaydi atgan chay mana. Qaymoq, seriq may. Seriq mayni hamda o'zinglarninki yaxshi ko'rishinglar qarta. Az salamsizlar, jiq salamsizlar, shundan qarta salsanglar bo'ldi. Andan keyin tara. Buna tarmiya, biz tarmiya deymiz, hamda tara deydi. Solamiz. Andan keyin tuz. Tuzni shu bizning do'kondagi atgan chay shu o'lchamlashgan. Balkim nurg'un odam deyishinglar mumkin. Atgan chay kim etamaydi, biz etalaymiz. Biz ustasiz qilmaydi ekanmiz deganlar bo'lishinglar mumkin. Lekin bizning do'kondagi atgan chay o'lchamlashgan. Shunga ozmi, jiqmi emas, nayt o'lchamlik solamiz. Mana qaranglar amsa. Mana sut, mana o'zimiz qaynatib tayyor qilgan sutda mana. Sutni qo'ygandan keyinlar bu chayimiz tayyor qaynab turdi. Bizningki bu chayni isib qo'yamiz. Bo'ldi, bitdi degan gap. Çayning rengi bek muhim deyishimdagi sabab mana. Çayni jiqma emas, azim emas, shunda normal quyimiz. Bu yuğan qachidagi shu atgan chay mana. Siz ko'rgandek shu chay mana. Ko'rdingizmi? Shunda o'xshaydi. Mening demoqchi bo'lganim, shu guanju qo'linglar.